Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kuninglar xayrli, barakotli bo'lsin. Akalarimiz ehsonni niyat qilishgan ekan. Xudo xolasa, mana shu qo'chqorni so'yib, bizni maydalab chiroyli qilib beriladi inshaalloh. Juda ham go'zal qo'chqor. Badallari ham zo'r, sifatli chiqadi inshaalloh. Alloh dargohida qabul qilsin. Kimga shuna xizmatli kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Olib borib so'yib, bizni maydalab, xolisinglar o'zimiz joyimizda chiroyli qilib beriladi. Qotirib, tindirib. Mana jonivor. Mashalloh. Alloh dargohida qabul qilsin. İnşallah qo'chqorimiz ishilib osvoldik, xudo xolasa. Qo'chqorimiz sifati Alloh dargohida qabul qilsin. Juda ham sifatli chiqdi, mashalloh. Charolari mana bu. Zo'r qoldi charolar. Alloh barakot bersin. Juda ham zo'r chiqdi qo'chqor. İnşallah xizmatlarni yakunladik. Mana bu qo'chqorimiz sifati juda ham go'shtdor chiqib bordi jonivor. Alloh dargohida qabul qilsin. Xotin ihsonlarini karakalari ham mashalloh ishkala chiqdi. Alloh dargohida qabul qilsin. Terma go'sht, xudo xolasa. Bu yoqqa ishlatiladigan qilib qo'yildi, xudo xolasa.